Oltinchi mavzu, 3-test tahlilini boshlaymiz. Hop, birinchi misol. X demak manfiy son ekan. Hop, quyidagilar berilgan bo'lsa, sonlarni o'sish tartibida joylashtiring. Bunaqa misollar quyidagicha ishlagan. Oson. Hop, A barobar surat mahraji 15 ga bo'laveramiz. Shunda 1 taqsim 17 taqsim 15 hosil bo'ladi. X barobar, bu degani x taqsim 1 plus 2 taqsim 15 degan. B ni ham xuddi shu tartibda 17 ga bo'lib olsak, x taqsim 1 plus 2 taqsim 17 hosil bo'ladi. C ni topsak, 19 ga bo'lsak, x taqsim 1 plus 2 taqsim 19 hosil bo'ladi. Endi bundan ko'rinib turibdi. Mahrajlarni solishtirib oladigan bo'lsak, hop 1 plus 2 taqsim 15. Hop 2 ni 15 ga bo'lsa, kattaroq son chiqadi. Demak 1 ga qo'ysa, mana uni mahraji, mana bu mahraj eng kattasi. Eng katta. Endi x ni katta songa bo'lsak, x manfiy bo'lgani uchun teskari bo'lib a bu yerda eng kattasi bo'lyapti. A eng kattasi, undan keyingi kattasi B, eng kichigi C. Chunki manfiy son bo'lgani uchun. C, B, A. Hop, keyingisi A natural son uchun quyidagi o'rinli bo'lsa, A ning raqamlar yig'indisini toping. Umumiy mahraj bersak, bunga 3 ta, bunga 4 ta, bunga 5 ta, bunga 6 ta. Hop, birinchisi 4 taqsim 3, ikkinchisi 5 taqsim 4, hop 6 taqsim 5 va hokazo. A plus 1 taqsim A teng 100. Hop, 4 bilan 4 ketadi, 5 bilan 5 mana. Qonuniyat quyidagicha qisqarib ketyapti. Demak, bu yerdagi son bilan bu yerdagi son ham qisqarishi kerak. Qolyapti A plus 1 taqsim 3 teng 100. A plus 1 teng 300, A teng 299. Raqamlar yig'indisini so'rabdi. Demak, 2 plus 9 gari 2. 20. Uchinchisi. 3 faktorial bilan 4 faktorial qisqarsa 4. 5 bilan 6 ketsa 6 qoladi. 7 bilan 8 ketsa 8. 9 bilan 10 ketsa 10. 2 faktorial 2 ga teng 4, 6, 8, 10 taqsim 128. Hop, hisoblasak. 2 kare 4 8, 8 kare 8 64. Bitta 2 ni olsak bundan 128. Qisqarib ketar ekan 30. Hop, keyingisi 15 taqsim mana ikkitasidagi farqni chiqaramiz 3. Birinchi xat qoladi 1 taqsim 10 minus oxirgi xat 1 taqsim 100. Bunga 10 tumi mahraj bersak 5 ko'paygan 9 taqsim 100. 9 taqsim 20. Hisoblang. Hop. 7 bilan mana bu qavs ochganimizda minus bilan mana minus plus bo'lib ketadi. 2 taqsim 7 ga 5 taqsim 7. 7 taqsim 7 1 bo'ladi. Hop, plus 8 li mahrajiga qarasak mana. Hop, 3 taqsim 8, 5 taqsim 8. Ikkitasini qo'shsak 1 beradi yana. Hop. Keyingisi 1 taqsim 6 lik.
Mana ikkitasi. Bu minus 1 taqsim 6, minus 5 taqsim 6. Minus 1 ga teng bo'ladi. Hop, bu ikkitasi. Minus 2 taqsim 11 ga minus qavs ochganda 9 taqsim 11. Minus 1. Demak, hisoblasak 0. Hop, keyingisi. Hisoblang debdi. Hop, mana bu 2 ni o'rniga e'tibor bersak 5 minus 3 qilsak 2 bo'lar ekan. 5 minus 3 taqsim 3 ko'paygan 5 plus 9 minus 5 taqsim 5 ko'paygan 9 plus 17 minus 9 taqsim 9 karra 17 plus 33 minus 17 taqsim 17 karra 33. Hadma-had bo'lsak 5 ni 3 karra 5 ga bo'lsak 1 taqsim 3 qoladi. Minus 3 ni 3 karra 5 ga bo'lsak 1 taqsim 5 qoladi. Plus xuddi shunday keyingisi. 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 9 plus 1 taqsim 9 minus 1 taqsim 17 plus 1 taqsim 17 minus 1 taqsim 33. Qonuniyat bo'lyapti. Mana qisqarib ketar ekan. 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 33. Bunga 10 bitta bersak 10 taqsim 33. Ajoyib. 10 ni qavsdan tashqariga chiqarsak 10 ko'paygan 11 qoladi. Taqsim pastdan 11 qavsdan tashqariga chiqarsak 11 karra 12 ko'paygan 12 ni chiqarsak 12 karra 13 taqsim 13 karra 14 va hokazo 98 chiqsa 98 karra 99 taqsim 99 karra 100 barobar. Hop, 11 lar qisqarib ketadi, 13 lar qisqaradi. 99 lar qisqarsa qolyapti 10 taqsim 12 12 taqsim 14 va hokazo. Hop, 98 taqsim 100. Bunday ham qisqarar ekan. Mana qonuniyat bilan 12 lar qisqarib ketyapti. Bunaqasiga qisqaryapti. Bundoq. Demak, 14 bilan bu yerdagi bitta sherik qisqarsa, bunda mahrajdagi bilan 98 qisqarib 10 taqsim 100 qoladi. Bu degani 1 taqsim 10. Hop, 8-misol. 1 taqsim 2 ni 98-san. Hop, bu ikkitasidan 3 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. 3 qavsdan tashqariga chiqarsak, hop, 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 4 hosil bo'ladi. Va bundan 4 qavsdan tashqariga chiqarsak, 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 5 va hokazo. Hop, shunda 3 mana qavsdan tashqariga chiqarilgan 4 5 chiqadi keyingisidan va hokazo. Oxirgisidan 100 qavsdan tashqariga chiqadi. Hop, qoladi 1 taqsim 2 ga 1 taqsim 4 bunga 2 ta bersak 3 taqsim 2 karra 4 ko'paygan bunisiga 15 mahraj 3 bilan 5 ga 5 3 bersak 8 taqsim 3 karra 5 ko'paygan bundan 5 qavsdan tashqariga chiqqan 6 bilan 4 ga mahraj bersak hop bunga 6 ta bunga 4 ta 10 taqsim 4 karra 6 va hokazo. Bundan 100 qavsdan tashqariga chiqqanida 1 taqsim 99 plus 1 taqsim 100 qolgan. Hop, 199 taqsim 99 karra 101 ekan. Hop, 101 bo'lsa 200 bo'ladi suratda.
200, 101. Bu yerda 101 ekan. Xo'p, mana shu holatga keldim. Barobar 1 taqsim 2 ni 98-si ko'paygan 3, 4, 5 va hokazo 100 tevada. Xo'p, 3 bor suratda. Mana uni 8 ni 2 karra 4 deymiz. 10 ni 2 karra 5 va hokazo shu holatda ketaveradi. 2 karra 200 ni 100 deymiz. 2 karra 100. Xo'p, shunda 2 dan nechta bo'lyapti? 2 dan, xo'p, 2 dan 8, 10 juft sonlar bo'lyaptimi? 8, 10, 200. Ha, juft sonlar. Xo'p, 100 ta bo'lsa, juft sonlar 100 ta. Endi mana yerda 97 ta bo'ladimi shunda? Hozir. 2 dan mana bu ikkilari soni 4 minus 100 qilsak 96. 97 ta 2 bor ekan bu yerda. Ko'paygan 2 ni 97-si bo'ladi. Bu tomoni 4, 5, 6, 7 va hokazo 100 gacha ko'paytma hosil bo'ladi. Mahrajida 2, 4, 3, 5, 4, 6 va hokazo 99, 101 hosil bo'lyapti. Xo'p, endi 2 ni 97-si bilan 2 ni 98-si qisqarsa, bitta 2 qoladi mahrajda. Xo'p, mana 3 dan boshlab 100 gacha ko'paytma turibdi mana. Qisqartiramiz. Xo'p, 3 dan boshlab mana 3, 4, 5. Xo'p, mana ikkitadan ekan hammasi e'tibor bersak, mana tevada ham xuddi o'sha holat bo'lyapti. Mana 4 ham 2 ta mana. 4 ham 2 ta, 5 ham 2 ta. 6 ham 2 ta. Bizda ham mana 4 2 ta, 5 ham 2 ta, keyingisida 5 bor. Va hokazo hammasi qisqarib ketar ekan. Barobar shunda qolyapti 1 taqsim 2 ko'paygan. Xo'p. Mana bu yerdagi bitta 3 qolib ketyapti. Suratdagi ko'paygan 100 qisqaradigan sherik yo'q 100 ga. Xo'p, taqsim 101. Demak, 302 ga bo'lsak 150 taqsim 101. C javob. ABC natural sonlar uchun quyidagi tenglik o'rinli bo'lsa, shu ifodaning qiymatini toping. 35 ni 11 ga bo'lsak 3 butun plus 33 bo'lsa 2 taqsim 11 hosil bo'ladi. Bu teng 3 plus 2 ga surat mahraji bo'lib olsak 1 taqsim 11 taqsim 2 hosil bo'ladi. 11 taqsim 2 ni 2 ga bo'lsak 5 plus 1 taqsim 2. Demak, 3 plus 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 2 ekan. Demak, ABC sonlar aniqlandi. A3, B5, C2. Endi top degan ifodani o'rniga qo'ysak, 100 ko'paygan 3 plus 10 ko'paygan B5 plus C2. 352. Keyingisi mahrajiga e'tibor bersak bir xil ekan. Demak, suratda 1 dan 98 gacha bo'lgan yig'indi turibdi.
Hop, qulay usulda hisoblaversak ham bo'ladi. 1 plus 98 99 ni beradi. 2 plus 97 bor bu yerda 98 ni beradi. 99 ni 99 dan nechta juftlik bor? 98 ni 2 ga bo'lsak 49 ta juftlik bor bizda. 99 karra 49 taqsim 99. 99 dan qisqarib ketsa 49. Bejavob. Hop, 11-si. Hisoblang deyapti. Hop, bunaqa misollarda nima qilamiz? Hop, 3 o'rniga, 2 ni o'rniga, bu yerdagi 2 ni o'rniga 3 minus 1 yozamiz. Taqsim 3 faktorial. Plus bu yerdagi 3 o'rniga 4 minus 1 taqsim 4 faktorial. Plus 5 minus 1 taqsim 5 faktorial. Plus va hokazo. Plus 100 minus 1 taqsim 100 faktorial. Hadma-had bo'lsak, 3 ni 3 faktorialga bo'lsak 1 taqsim 2 faktorial qoladi. Minus 1 taqsim 3 faktorial. Plus 4 ni 4 faktorialga bo'lsak 1 taqsim 3 faktorial qoladi. 4 gacha ko'paytmada 4 qisqarib ketib, 1 dan 3 gacha ko'paytma qoladi. Shuning uchun 1 taqsim 3 faktorial minus 1 taqsim 4 faktorial plus 1 taqsim 4 faktorial minus 1 taqsim 5 faktorial plus va hokazo. Hop, 1 taqsim 99 faktorial minus 1 taqsim 100 faktorial. Hop, buni hisoblasak. Mana 1 taqsim 3 bilan 1 taqsim 3 faktorial qisqaryapti. Bu bilan bu, hop, va hokazo qisqarib ketaveryapti. Minuslik bilan bitta plyuslik qisqarar ekan. Hop, bundan xulosa kelib chiqadiki, mana bu joyda bitta minuslik keladi 99 dan oldin, bu tomondagi bilan qisqarib ketadi. Bizda qoladi shunda 1 taqsim 2 faktorial minus 1 taqsim 100 faktorial. Javob. Keyingisi. Hop, bu tipdagi misollarda ishlashda, hop, mana bu 1 o'rniga 3 minus 1 yozamiz. Mana 1 o'rniga 4 minus 2. Hammasida o'shanda 2 hosil bo'lib qoladi. 3 dan 1 ayirsak ham 2. Mana 3 dan 1 2, 4 dan 2 ni ayirsak ham 2. Hop, shuning uchun 1 taqsim 2 ni oldiga chiqarib olamizda. Quyidagicha yozamiz. o'n ikki minus 10 taqsim. Hop, endi hadma-had bo'lib chiqamiz. Hadma-had bo'lsak, hop, 3 1 2 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 1 taqsim 1 ko'paygan 2 qoladi. Minus 1 ni 1 2 3 ga bo'lsak, birlari qisqarib ketib, 2 ko'paygan 3 qoladi. Plus 4 ni 2 3 4 ga bo'lsak, hadma-had. 4lari qisqarib ketib, 1 taqsim 2 karra 3 qoladi. Minus 2 ni 2 3 4 ga bo'lsak, 2 lar qisqarib ketib, 1 taqsim 3 karra 4. Hop, keyingisi 1 taqsim 3 karra 4 minus 1 taqsim 4 karra 5. Plus va hokazo. 1 taqsim 10 karra 11 minus 1 taqsim 11 karra 12. Hop, endi e'tibor bersak, mana minusligi bilan bitta plyuslik qisqarib ketyapti mana hammasidan. Demak,
Mana bu yerdagi minuslik bilan bu ham qisqarib ketadi. Bizda qolyapti 1/2 ko'paygan 1/2 minus 1/11/12. Buni hisoblaydigan bo'lsak, bunga 11/6 mahraj beramiz. 11/6 66, 1 ayirsak 65, 1/2 ko'paygan 65/11/12. Hop, hisoblab olsak 11/12 132. Demak 65/264. Bejavob. Keyingisi n ning nechta natural qiymatida mana shu kasr qisqarmas noto'g'ri kasr bo'ladi. Hop, 81/2n plus 1. n ga qiymat topib ko'raylik. Hop, 1 olsak, bir chekkadan 2 kare 1 2 3 qo'ysak 81 3 ga bo'linadi. Bo'lmas ekan 1. Hop, 2 olsak 4 5 bo'ladi. 3 olsak bo'ladi. 4 olsak 8 9 bo'lmaydi, qisqarib qoladi. 5 olsak 11 qisqarmaydi. 6 olsak qisqarmaydi. 7 olsak 10 14 15 qisqarib qolar ekan. Xo'p, mana e'tibor bersak, qisqarib qoladiganlari mana 1 4 7 3 ga oshib boryapti ekan. Xo'p, bizda qisqaradiganlarni jamisidan olib tashlasak ham bo'laveradi. Bizda qisqaradiganlari shunda n ni ololmaydigan qiymatlarini topaylik mana. 1 4 ni ololmaydi, 7 ni ololmaydi. 10 13 va hokazo. Xo'p, 40 ololmaydi. 40 qo'ysa 81 bo'lib qoladi, bo'linib qoladi. Xo'p, endi bu nechta bo'lyapti? 1 4 7 bo'lsa, xo'p, 40 dan 1 ayiramiz. Zazor 3. 3 ga bo'lsak 40 minus 1 taqsim 3. 13 desa qisqarib qolar ekan. n 13 ta qiymat. Biz o'zi n ga jami bo'lib 40 gacha son qo'ya olamiz. Noto'g'ri kasr bo'ladi shunda. Hop, jami 40 ta bo'lsa, 40 tadan olib tashlaymiz 13 tani. 40 dan 13. Plus 1 ham qo'yish kerak, ha. Plus 1. 14 ekan. 26. Hop, mana uni jami xullas qisqaradigan holatlar ayirib plus 1 ni qo'shishimiz kerak edi. 14 ta chiqdi. Jami o'zi n ni qiymati 40 ta qo'ya olamiz. Qisqaradigani 14 dan ayirsak 26 tasi qisqarmas bo'ladi. Hop, keyingisi. Hop, hisoblang deyapti. Buni quyidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin. 1/1 ning kvadrati minus 1/2 ning kvadrati desak, mana birinchi kasri. Mahraj bersak, mana 2 ning kvadratidan 1 kvadratini ayirsak, 3/2 tasini ko'paytmaymiz qoladi. To'g'ri kelyapti. Keyingisini 1/2 ning kvadrati minus 1/3 ning kvadrati yozamiz. Plus keyingisi 1/3 ning kvadrati minus 1/4 ning kvadrati. Plus va hokazo. 1/9 ning kvadrati minus 1/10 ning kvadrati. Barobar. Hop, qisqarib ketar ekan. Oldidagi minuslik bilan pluslik qisqarar ekan. Hop, shunda bizda 1/1 qolyapti minus 1/10 ning kvadrati 100.
100 ta umumiy mahraj bersak 99 taqsim 100. Bejavob. Xo'p, keyingisi. Yuz faktorial umumiy mahraj beradigan bo'lsak, bunga 4 ta, bunga 3 ta. Ayirmasi 1. 1 taqsim 3 karra 4. Ko'paygan bunga 6 ta, bunga 5 ta. 1 taqsim 5 karra 6. Ko'paygan va hokazo. Bunga 100, bunga 99. 1 taqsim 99 karra 100 barobar. Hop, 100 faktorial 1 taqsim 3, 4, 5, 6 va hokazo 99, 100. 100 faktorial 1 dan 100 gacha ko'paytma bo'lgani uchun bu bilan bu hammasini qisqartirib olsak, bizda 1, 2 qoladi. 3 tanaga hammasi qisqarib ketadi. Demak, javob 2. 1 karra 2. Xo'p, 16-chi ifodaning qiymati qaysi oraliqqa tegishli deyapti. Xo'p, 41 8 ga bo'lsak 5,8 dan 1 plus 37 ni 9 ga bo'lsak 4,9 dan 1 minus 6,10 dan 1. Butun qismlarni hisoblasak 5 plus 4 minus 6. Plus kasr qism 1 taqsim 8 plus 1 taqsim 9 minus 1 taqsim 10. 5 ga 4, 9, 6 ni ayirsak 3. 3 plus kasrlik 0 butun nechidir? Demak, javob 3 butun nechidir? Qaysi oraliqqa tegishli deyapti? 3 va 4 orasidagi son. Bejavob. Xo'p, keyingisi x, y natural sonlar tengsizlikni qanoatlantiradi. X taqsim y ning eng kichik qiymatiga erishadigan x va y larning qiymatini yig'indisini toping. X taqsim y eng kichik qiymatga erishishi uchun biz x ga iloji boricha eng kichigini olishimiz kerak. Y ga esa eng kattasini olsak, nisbat eng kichik chiqadi. X ning eng kichik qiymati natural son bo'lgani uchun 4 bo'ladi. 3 dan katta deyapti. 4. Y ning eng katta qiymati 9 dan kichkina bo'lsa, eng kattasi 8. 4 va 8 ekan x va y. Ularning yig'indisi 4 plus 8 12. Keyingisi x plus quyidagi ifoda 6 ga teng ekan. Bu cheksiz ketgani uchun mana ifodamiz ham mahrajdagi, yana cheksiz ketyapti. Buni o'rniga biz 6 qo'yishimiz mumkin. Chunki cheksiz ketgan. X plus 12 taqsim 6 teng 6. X plus 2 teng 6. X teng 4. Hop, keyingisi umumiy mahraj beramiz. Bunga n, bunga n plus 1, bunga n plus 2, bunga n. Hop, n plus 1 taqsim n ko'paygan n plus 2 taqsim n plus 1, n plus 3 taqsim n plus 2 va hokazo n plus 1 taqsim n teng 100. Hop, qisqarib ketyapti mana qonuniyat. Bunaqasiga qisqarar ekan. Bundoq. Demak, mana yerdagi son bundoq qisqaryapti. Bu bilan bu qisqarib ketadi. Qolyapti n plus 1 taqsim n teng 100. Hop, endi n plus n ning eng kichik qiymatini toping debdi. Demak, n plus n eng kichik qiymat bo'lishi uchun albatta qisqarmaslik kerak. Mana suratdagi m 99 bo'ladi. 99 plus 1 100 bo'ladi. N esa 1 bo'ladi.
Shunda eng kichik qiymat bo'ladi. Hop, yig'indisi 99+1 barobar 100. Ajoyib. 20-si. Qiymati 2/3 ga teng va surati 120 dan kichik nechta kasr mavjud? Xo'p. 120 dan kichik kasr asosiy xossasiga ko'ra surati va mahraji bir xil songa ko'paytirsa, uni qiymati o'zgarmaydi. Shu xossadan foydalanib, buni suratini demak 1 ga ko'paytirsak bo'ladi, 2 ga ko'paytirsak bo'ladi, 120 dan kichik, 3 ga ko'paytirsak bo'ladi va hokazo. 59 ga ko'paytirsak bo'ladi, 60 ga ko'paytirsak 120 bo'ladi surati. 60 ga ko'paytira olmaymiz, chunki 120 dan kichik bo'lsin degan. Demak, 1 dan boshlab 59 gacha ko'paytirsak, 59 ta kasr mavjud 120 dan kichkina. Misol uchun o'sha 2/3 1 ga ko'paytirsa 2 ga ko'paytirsa 4/6, 3 ga ko'paytirsa 6/9 va hokazo. Shunaqa kasrlar 59 da ekan.